3 kun oldin olib qo'ygan Cobalt mashinamiz, xudo xolasa tayyor bo'ldi. Hozirlarga qilingan ishlar, shu ishlarni xudo xolasa narxlarini ham aytib ketaman bitta-bitta. Xo'p, mashina to'liq holatda shumizolyatsiya bo'ldi. Shumizolyatsiya qilib berganimizda, ya'ni mashinani tarp etgan grut qismi bilan bo'ldi. Mashina to'liq holatda shumizolyatsiya. Xo'p, patalo hamma yog'i $450 ga olib qilib berdi shumizolyatsiyasini xizmatini. Hamma narsasi o'zimizdan, material ham o'zimizdan, xizmati ham o'zimizdan. Mashina ya'ni oldi krilodan orqa krilogacha bo'ladi. Xo'p, keyin yana bu mashinaga qilib bergan ishlarimizda Malibu 2 bar qo'yib berganmiz. Ya'ni Xitoyniki. Bu hozir 1 million so'm. Ya'ni mayda-chuda deganda qanaqa ruchnoy elektroniklarni olasizlar, keyin abagrev anaqalarini olasizlar, plata и PRNda platalarni olasizlar. O'shanda to'liq, xo'p, $30 anaqa ruchnoy plata, $10 PRNda, $10 abagrev plata. To'liq holatda o'shanda 1 million bo'lsa, shu ikkita summani qo'shib olasizlar. 120 mingdan 240 ming so'm и bu yog'i 420 ming so'm bo'ldi shunda. Xo'p, keyin yana qilib bergan ishlarimiz bu mashinaga oldi faralarga led qo'yib berganmiz. Lupali. Xo'p, bu ledimiz $20 turadi. Ya'ni danli blижний. Keyin tumankasi almashgan buni. To'liq holatda bu mana tumanka ko'ryapsizlar. Lupali-da bu. O'shancha almashgan bu. O'zini radno yechildi, bu qo'yildi. Xo'p, bu ikkita palajenida ishlaydi. Ya'ni bitta sariq va bitta oq. Buni qanaqa ishlatasizlar? Yoqiq holatda bir marta yoqib o'chirsanglar, ya'ni ana rangi o'zgaradi. Bitta sariq, bitta oq bo'ladi. RS ablisovka. Xo'p, tumankaning narxi xo'p, nech bo'ladi? 450 ming so'm hozirgi kunda shunaqa. 450 ming so'm. Ya'ni almashadi-da tumanka, boshqa qo'yiladi. RS ablisovka qo'yib berganmiz bunga. Xo'p, RS ablisovkamiz hozirgi kunda 300 ming so'm, uстановкасы 100 ming so'm. Tumanka shu aytganimdek, xizmati ledlar bilan общий xizmatini 200 ming so'mga qilib berganmiz. Ya'ni tepasiga led, pastiga tumanka almashtirib berganmiz. Yana qilib bergan ishlarimizda bu mashinaga, hop, hozir aytaman yana. Orqa fara pesochniy qo'yib berganmiz. Orqa fara yangi, hali salafalar olinmagan. Pesochniy fara qo'yib berdi. Bu fara hozirgi kunda $115 turadi. O'zi zaminga o'zingizni farangizni holatini ko'rib olib qolamiz. Ikkiga mashina to'liq holatda laminatsiya bo'lgan. Ya'ni 4 ta eshik, 4 ta parok. Mana 4 ta eshik, 4 ta parok bo'ldi. Bu xizmatimiz 600 ming so'm. Ya'ni yechib qilinadi. Detal yechamiz, orqasiga qaytirib bardachok bo'ladi, ikkita stoyka bo'ladi, 4 ta eshik bo'ladi, 4 ta parok bo'ladi. Ikkiga bagajni plastmasasi ham bo'ladi. Xo'p, keyin yana bitta bu mashina qilib bergan ishlarimiz knopka podsetkalarni qilib berganmiz mana. Oynalarning knopkalari yonadi. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, yonadi. Ya'ni 4 tasi bu. Glavniyda 4 ta, donalari bitta-bitta yonadi. Ikkiga xo'p, bagaj knopka ulab berganmiz, abagrev ulab berganmiz bariga. To'liq holatda hamma narsa bo'lgan. 3-knopkani bagaj knopka qo'yganmiz mana bu knopkani. Bagaj knopka qo'yganmiz. Bagajda xo'p, bagajga apshikni ham qo'yib berganmiz bunga mana. Ko'rasizlarmi? Bilsanglar, shunda qovurg'alari ko'rinib bir xunuk bo'lib turadi. Chunki mashina shumizolyatsiya bo'lgan, mamtga yopishtirilgan hamma narsa ko'rinib qolishi ehtimoli bor, ehtimol aniq narsa xunuk turadi. O'shaning uchun bagaj apshikni ham qo'yib berganmiz bunga. Mana bagaj apshikni. Ideal. Xo'p, buni narxi 220 ming so'm, uстановкасы ichida, ya'ni o'rnatib berish ichida. Xo'p, knopka podsetkamizning narxi 200 ming so'm, 4 tasi. Shu, ikkinchi registrator qo'yib berganmiz. TS registrator hozirgi kunda $30, xizmati 200 ming so'm. Xo'p, shu ishlarni qilib berganmiz. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, xudo xolasa nomer tashab qo'yamiz, ya'ni qoldirib ketamiz. O'shanga telefon qilinglar, xudo xolasa sizlarni ham ishlarni cho'tga qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.